BYD motori turibdi mashina ichida. Xolasa joyida isbotlab ko'rsataman. Qani balon. Bitta bunda emas. Hamma elektromobilda zapaska balon bo'lmaydi. Oy mikrofonlar uchib ketyapti. Sekin. Tormozi ham juda ham tez hozir. Bu italyan samesniymi? SRM brendining o'zi italyanskiy bo'ladi. Italyaniki. Eksperiment, yangilik. O'zbekistonda yangilik qilmoqchi. Yangilik qilmoqchi. Kesa xabar beramiz degan narsalar yo'q. Yo'l-yo'lakka kirib ketsa ham kutaveradi. O'zini obrobotkasi bor va kuzovga uni bermaslik va berish obrobotkasi bor. Masalan, 7 kishilik mashina 240 million so'mga bormi? Yo'q. Unaqasi yo'q. Hech qayerda yo'q. 7 kishilik yo'q. To'lovlari qanday, rasrochka bormi, qanday qilib olsak bo'ladi? Naqd pul, Hop, avtokredit, hop, pul o'tkazish, hop. nasiyaga ham amallasa bo'ladi. Uzobzor degan so'z bo'lishi kerak. Uzobzordan deyishsin. Mana shu kalit so'zni aytib kelishsa, shu narsani qilib beramiz. Malades. O'rtoqlar, eng asosiy savolga javob berishimiz shart. Do'stlar, men bu avtomobilning narxini eshitib, umuman ishonmadim. Sizlar ham ishonmaysizlar. Chunki avtomobil 7 o'rindiq birinchidan, ikkinchidan gibrid, uchinchidan rasxoti вообще oz. Va bor yo'g'i bu mashina 5000 so'm, 10000 so'm, 20000 so'm devaziga 50 km, 100 km uyingizdagi ishlarni hammasini qilsa bo'ladi. Hozir bu avtomobilning narxini va ma'lumotlarini ishonchli vakillar Sardorbekdan so'rab bilamiz. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Zo'r, xudoga shukr. Aka, bu avtomobil haqida bitta obunachilaringizga shunday bir aytingki, ular bu avtomobilni tushunib yetishsin aka. Bo'ldi, xudo xolasa bugungi obzorimizda SRM G03 gibrid avtomobilimiz. Bu avtomobilni o'zi ko'pchilik xalqimiz biladi. Ha. Sababi 7 kishilik bo'lgani uchun. Bu 7 kishilikning evaziga ham xalqda anchaga nom qozondi. Aha. Sababi hozirgi kunda o'sha oilaviy mashinalarga talab ehtiyoj juda ham yuqori. Juda ham. Yetmaganiga aytganingizdek, hozirgi kunda buni narxida 7 kishilik mashina bo'lib turgani. Hozir misol 240 million so'm evaziga 5 kishilik mashina olasiz. 7 kishilik mashina 240 million so'mga bormi? Yo'q. Unaqasi yo'q. Hech qayerda yo'q. 7 kishilik yo'q. Bo'lib ham gibrid. Hozir undan qimmatiga даже 300 million, 305, 320 millionga 5 kishilik mashina zo'rg'a topasiz. Arang topasiz. Arang. Lekin siz hozir 240 million so'm evaziga 7 kishilik mashina. Oilaviy yetmagan rasxodi ham kam. Mana 300 million, 320 millionlik mashinalar 10-15 litrgacha rasxod qiladi. Voy malades. Bu shahar sharoitida 5,5-6 litrgacha rasxod qiladi. Malades. Trassada, magistral yo'lda 3-3,5 litrgacha rasxod qiladi. Ko'z tegmasin. Shuni hisobiga bu xalqimiz ishonchidan oqlaydi. Endi qarang, bitta savol, hammada hozir qiziqtirib turgan savol, obunachilar ko'rib turganlaring bu oq rangi savol. Necha xil rangi bor? 2 xil rangi bor, oq qora. Usti oq qorasi bo'ladi, saloni bir xil rangda bo'ladi. Ichkarisi bir xil bo'ladi. Shu joyda endi motorni ham aytib ketaman, 1,5 atmosferni, 105 ta dvigatel, 75 ta elektromotor ot kuchi bor. 75 kilovat elektromotor ot kuchi. Xuddi shunaqa. Malades. 105 ta ot kuchi dvigatelniki. Yana bitta sirini aytaman. Motori xuddi mana bunaqa BYD ning motori. Mana. BYD ning motori turibdi mashina ichida. Xolasa joyida isbotlab ko'rsataman. Qani bitta o'rtoqlar, вообще qizib ketdi. Gapni ochib, havo ham issiq, men ham issiq. Elektromobil bo'lgandan keyin aynan o'sha ishonchli katta kompaniyalar asosida ishlab chiqariladi. Mana bu yoqda sal changini artamiz. Mana BYD. Build your dream. Voy malades. BYD ning motori. Yana nima kerak sizlarga? Bu dvigatel qismi, generator qismi. Bu ya'ni benzin solasiz, benzinda harakatlanmaydi. O'zimiz o'zbek tilida tushuntiradi, dvijok masalasi. Benzin tok ishlab chiqarib beradi, elektr ishlab beradi. Shunaqa, tokda harakatlanadi, plus yetmaganiga akkumulyatorga zaryad ham yig'ib berib ketadi. Chunki ishlaydi. Ikki tomonlama ishlaydi. Xuddi shunaqa. Uchinchi tomoni bu rekuperativ tormojenasi ham bor. Rekuperativ tormojenasi hisobiga har to'g'riz bosganda zaryad ham oladi. Olib ketaveradi. Generator zaryad ishlatib berishni ham chiqarib beradi. Shunaqa. Ko'z tegmasin. Xolasa endi sharoit qilib qo'yilgan, uy sharoitida ham, stansiyalarda ham bu yoqdan zaryad qilsa bo'ladi. Uydiki bu. Bemalol, uydiki. Kichkina. Komplektida o'z zaryad qismlari chiqadi. Zaryadniki bor. Chiqadi, shunaqa. Malades. O'rtoqlar, eng asosiy savolga javob berishimiz shart. Bu mashinani 240 millionda men maqtadim. Qorasi bor, oqi bor deb ko'rsatdim. Gibrid, BYD motor. Nalichida bormi? Bor. Xolasa oqidan, xolasa qorasidan tayyor turib, bir kunda keladi, olib ketadi. Bir kunda. Kutib o'tirmaydi, 4-5 kun, 1 oy. Yo'q, bir kunni o'zida olib chiqib ketadi. To'lab qo'ying, kesa xabar beramiz degan narsalar yo'q. Yo'l-yo'lakka kirib ketsa ham olib ketaveradi. Voy malades. Shu unaqa. Prosta kelish kerak, ko'rish kerak, tezroq qilish kerak. Bitta tezroq qilsak nima deysiz? Bo'ladi. Bemalol. Poliga zavodiskiy shunga solinganda bor. Yo'q, o'zimiz qilganmiz buni. O'zingizlar qilgansizlar. Ha, o'zimiz qilganmiz. Bormi? Bor. Tegi bormi? Bor. Sotuvda bor. Sotuvda ham bor. Bor. Malades. Polik bor.
koja Agar sizni sидения. obunachingiz uchun shu bonus qilib beraveraman, bo'ladimi? Bu iltimos. Kesin ana shuni bonus qilib beraveramiz. Buning uchun sotiladi bu. Ha, Sotiladi bu narsa. sotiladi. Buning uchun sizda UzAbzor degan so'z bo'lishi kerak. Xuddi UzAbzordan deyishsin. Ana shu kalit so'zni aytib kelishsa, shu narsani qilib beramiz. Молодец. Xo'p, koja rul, koja sидения. Multirul, Bir xil, cruise control. Cruise kontroli bor. Aha, Bir xil tezlikka qo'yib qo'yib, adaptivniy gaz cruise bosmasdan control. olib ketaveramiz mashina. O'zi olib ketadi. Rekuperativ торможение, konditsioner, Bor. shayba rul, stop start, rushnoyimiz ham elektrichеский, barimiz ham kattami? Barimiz ham bor, ha. Magnitli ekan. Kalit topdim. Mana. Shunda qulflaydi, ochadi va svetlarni yoqadi. Shunaqa. Signal beradi. Bu kalitdan ikkitami? Ikkita bo'ladi. Bir xil. Bir xil bo'ladi, ikkita bir xil. Молодец. Lyuki ham bor, byudjetli variant bo'lishiga qaramasdan. O'zida Lyuki ham bor. Bu italyan bayrog'i. Bu italyan совместныйmi? SVM brendini o'zi italyanskiy bo'ladi. Italyaniki. Tegi Italiya, zborka Xitoy. Ha. Совместный ishlab chiqaradi mashina. Birga ishlatilgan. Birgalikda. Shuning uchun bu lekin Xitoydan kelgan. Xitoydan kelgan shunaqa. Italyan razработка. Xuddi shunaqa. Italiyaliklarning brendi, Italyan razработкasi Xitoyda ishlab chiqarilgan versiya. Xuddi shunaqa. Voy, молодец. Qani bitta tezroq qilaylikchi. Lyuki ham bor mana, byudjetli variant bo'lishiga qaramasdan, Lyuk ham albatta uстановка qilib ketishgan mana. Alohida pardasi bor. Bitta ochib olsangiz, havosi kirsangiz, zo'ralmas yerda havosi. Mana hozir misol, endi ko'p mashinalarda bor, bunda ham shu xavfsizlik jihatdan o'ylangan. Misol, D ga qo'ydingiz, oldinlari misol o'zimizning mashinalarda bo'lmas, yurib ketaveradi. Aha. Hozir D ga qo'ydim, mashina yurmaydi. Sabab remen taqilmagan. Aqlli mashina. Gaz bossam ham yurg'izmayapti mashina. To'xtang, men remen taqayman. Remen taqamiz. Kerak ekanda. Mana remen taqamiz. Ana hech narsa harakat qilmayman. O'zi gazni bossam avtomatik ruchnoy qo'yaveradi mana. Mana. Xavfsizlik jihatdan bu. Texnologiya. Xuddi shunaqa. Texnologiya. Bakoylarimiz qizdirar ekan, ko'rinishi yaxshi, oldi kapot ko'rinib turibdi, dvorniklar. Bu yoqqa buni zavodskoy yoki o'zimiz qilganmiz, o'zimiz qilganmiz. Tortilgan-a? Shunaqa, o'zimiz nimada yurganimiz uchun 14% qo'yganmiz. Sharoit bo'lgan. Meta ochki, mana bu ochkiga joy bor. Lyukimiz elektrichеский, a? Bitta bosib ochiladi. Oldida to'sqichi ham bor. Молодец. Gap yo'q. Aboroti ham, tortishi ham, siltab-a? ha, Bixlab qo'yadimi? albatta. Kutash momenti hozir 3 xil rejimi bor. Aha. Eko, normal, Voy sekin. sport. 3 xil rejimda yursangiz bo'ladi. Hozir normal rejimda. Bu normal. Normal. Voydo. Ekoga qo'ysangiz, mana bu yerda eko yozuv chiqadi. Aha. И plus Ekonomik sport rejimi bor. Ekonomikni trassaga qo'yib qo'ysangiz, Aha. benzinni ancha tejab beradi. Ko'proq trassada foydasi ko'proq. Uzoq yo'llarga. Ha, shahar sharoitida yuraman deydigan bo'lsa, normalda qo'ysa, yaxshi komfortliroq yuradi mashinada. Endi qarang, bir savol tug'ilyapti. 240 millionligini tushundik-ku, gap yo'q. Bu mashinani sotib olish uchun to'lovlari qanday, rassrochka bormi, qanday qilib olsak bo'ladi? Naqd pul, Hop, avtokredit, hop, pul o'tkazish, hop. nasiyaga ham amallasa bo'ladi. Nasiya savdo. Nasiya savdo orqali ham amallasa Chiqadi. bo'ladi. Voy, Va shart sharoitlari bor. Uni alohida telefon qilib bilsa, qo'ng'iroq qilsa tushuntirib berishadi. Nasiya savdoning shartlarini. Nasiya savdo shartlarini. Endi hozir videoda aytsak bo'lmaydi, misol boshlang'ich qancha to'lov bilan chiqadi shuni? Boshlang'ich 75-80 atrofida kelsa chiqarib beramiz mashina. 80 million bo'lsa, 240 milliondan 80 dan ayirsak, 160 million kredit chiqadi. Shunaqa. Qolgan 3 yilga, 5 yilga, 5 yilgacha qilsa bo'ladi. 5 yilga 180 bo'lsa, agar 60 oyga 3 million atrofida chiqar ekan. Ha? Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Har xil boshlang'ich to'lovga qarab 3 million, 5 million, 6 million oylik to'lov bilan chiqarsa bo'ladi. Men bir gap aytaymi? Ha. Yaqinda men mashina oldim. Aha. Qanaqa mashinalarni obunachilar biladi. Oyiga 2 million 680 ming to'lov. Gap yo'q. Oilaviy mashina 7 o'rindiqlik. Bu mashinada sayohatga chiqsa ham bo'lar ekanda, ha? Xuddi shunaqa. Tog'larga, uzoq yo'llarga tortishini ko'z tegmasin. Endi savol, bu cruise kontrolda oradagi mashinani ham masofa saqlasa bo'ladimi? Yo'q, uni o'zi ushlab ketaveradimi? yo'q, unaqasi. Faqat cruise control o'sha tezlikni ushlab berish uchungina xizmat qiladi. Ha, demak o'zimiz tormizda gazda ozgina hushyorroq o'tirishimiz kerak. Ha, bo'laveradi. Yaxshi. Tormozni bossangiz qo'yib yuboradi. Lekin bari keng ekan. Bari katta. 2 kishi bemalol qo'yib qo'ysa ham orada joy qolyapti. Modlar bu yerda ekan. Besprovodni yo'q ekan, lekin yo'q. Joy bor ekan. Joy bor, USB port. Benzinli chok, USB port, 12 volt, antradar uchun. Endi antradarsiz bo'lmay qoldi hozir. Ha, shunaqa. Ballik sistemaga nima deysiz? Bu mashina tushadimi, tushmaydimi? Tushadi. Tushadimi? Tezda chunki Tushistiri-ya. Sportda yurg'izib beramiz sizga. Hozir gibrid rejimda turibdi. Voy sekin. Gibrid rejimda o'zi 100 ga chiqdi mana. Voy.
Oy mikrofonlar uchib ketyapti. Sekin. Tormozni ham juda ham tez hozir sal sekinroq bosdim. Aha. Birdan bossam Sachib Baboyga yana qilib qo'yishim mumkin shunaqa. Voy malades. Tezligi juda ham zo'r. Cruise controlni ham joyida ishlatib beramiz. Mana cruise control bosasiz, bitta knopkani bosasiz 56. Mana gazni bosmayman. Mana shu 56 da ketdik. Bo'ldi, ketaveradi. Samarqand, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo ketaveramiz. Endi bu cruise controlni yaxshi tarafi shaharda mana ko'p joy 60-70. Qanda? O'sha o'tirgandan ko'ra 60 ga 70 ga qo'yib qo'yasiz, o'zi olib ketaveradi. Rulni boshqarib ketsangiz bo'ladi. Mana o'zi boshqarib ketaveradi. O'shanda yo'llarda, polosalarda ushlaydi-da. Yo'q. Palasani ushlamaydi. Faqat o'sha gazni o'zini boshqarib ketadi. Hamma rulni ushlab tursangiz bo'ldi. Malades. Avarika bu yerda ekan, bu yerda yana funksiyalarimiz bor ekan. Qo'yinlarni qizdirish, konditsioner, deflektorlar. Ayniqsa menga salonda 2 xil, 3 xil svetda ishlangani yoqdi. Bir qismi qora, bir qismi ko'k. Mana bu yoqlarimiz. Lekin do'stlar, bitta narsani e'tibor berish kerak. Men ko'p mashinalarni ko'rganman-da, buni torpeda qismi bor-ku, qora yoki mana shunaqa ko'k yoki shunaqa emas, bir boshqacha ranglar bor-da. Hali salatoviy, yaltiroq ranglar bor-ku, uni torpedaga urib qoladi. Shunaqa. Urib qoladi, bu undan urmas ekan. Videoda o'zingizlar ko'rib turibsizlar-ku, yo noto'g'rimi? Ko'rinyapti videoda? Oldida qanaqadir effekt bormi, nimadir? Hali ko'zga olishlar shaxsan menda yo'q. Misol uchun ko'rish приятный. Biz bu yerdan bu yoqqa bursak bo'lmaydimi? Mumkin emasmi? Yo'q, bo'ladi. Ha, mumkinmi? Ha, bo'ladi. Ha, malades. Siz o og'ir yo'llarga olib kiryapsiz-da. Ha, shunaqa. Politsiyaskilar bor, men hadovoyni ham bir qator joyda ko'rsatib beraydi, chunki bunaqa katta krossoverlarni hadovoyi baribir qiziq. To'ppa-to'g'ri. И o'sha ko'pchilik жёсткий deydi. Жёсткий qachon bo'lishi mumkin? Salonda odam bo'lmasa. Pustoy. Ha, pustoy bo'lib qolsa, baribir любой mashinani bildiradi. Ha, odamingiz bilan bo'ladigan bo'lsa, ancha yumshoq qilishadi. Mana bu yerda mana politsiyskimiz bor mana. Hozir o'tib ko'rsatamiz. Yo'q. Sal tezroq ham o'tib beraman. Oldimiz alohida, ya'ni otvormaydi. Otvormaydi. Maksimal o'zi chiqib tushishga harakat qiladi. Malades. Amortizator. Sababi bu narsani aytish kerak. Misol uchun balonni o'zini ходовой sistemasi, mashinaning ходовой sistemasi, misol uchun o'tganda o'zini обработкасы bor va kuzovga uni bermaslik va berish обработкасы bor. Masalan, o'zimiz misol Spark, buni Cobotlarda o'tganingiz bu kuzov bildiradi-da, tushunasizmi? Hamma joyi bilinadi. Bunda hozir ходовой qismi alohida ishlayapti, alohida kuzovdan umuman bir-biriga bog'lanmagan ishlayapti. Mashinani o'zini o'sha muvozanatda saqlashiga maksimal harakat qiladi. Podveskalar. Krenlar. Shunaqa. Endi albatta u balonni damiga ham bog'liq. Agar balon juda ham yuqori damda bo'lsa, baribir yumshoq podveska ham otvoradi. O'zini me'yorida, normasida o'sha balonni damini ham sozlab qo'ysa, maksimal komfortni yumshoq yuradi mashina. Gap yo'q. Bo'laveradi. Endi yana bitta savol mana shu yerda. Bu mashinamiz orqasi ham nezavisimi yoki orqasi balkanmi? Nezavisimi. Nezavisimi podveska. Bu mashinaga nechilik diska balon o'rnatilgan? Bu hozir 17 lik turibdi. Biza hozir aynan shu SVM G0 mashinasini boshqa yana modelimiz bor, G01 degan. Bu ham bir obzor qilamiz. U zavodskiy tuning hisoblanadi. Umuman ortiqcha xarajat kerak emas. Video registrator ham qo'yib o'tirmaysiz u mashinaga. Zavodskiy bor unda. Bitta nomer taqasi mashinaga bo'ldi. Endi u tuning, zavodskiy tuning bo'lgani uchun unga hech qanaqa ishlov kerak emas. Avvalda stokovoy holatda bo'lgani uchun qanaqadir odamlar oddiyroqdek ko'rinadi. Aynan shu mashinani biz xudo xolasa aynan shu Namanganda vodiyda proyekt qilyapmiz. Xudo xolasa tayyor bo'lib qoldi. Polniy mashinani ko'rinishini o'zgartiryapmiz. Oldiga spoilerlar taqib, body kit qilib, polniy diskalarni ham katta razmerda qilib, xudo xolasa mashina tayyor bo'lishi bilan butun O'zbekiston bo'ylab sayohat qilib, hamma xalqqa ko'rsatamiz. Qanchalik darajada o'zgarish bo'lgan, yarashgan, yoqgan, hattoki o'sha podzakazda ham shunaqa yasab ham chiqarib beramiz. Voy malades. Tez kunlarda tayyor bo'lib qoladi, uni ham alohida bir video qilamiz uni. Ya'ni uni o'zlaring proyekt qilyapsiz, o'sha proyektni kim xohlasa qilib berishda imkoniyati bo'ladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Ya'ni servis, uni tuningi, dizayni, ishchi hamma narsasi. Mashina sizga topshiradi, mashina chiqadi xolos. Xuddi shunaqa. Gap yo'q. Biz endi hozir o'zimiz oldimizdan qisamizni rasxod qilib ko'rsatish uchun qilyapmiz. Bu qanchalik endi xalqqa to'g'ri keladi, kelmaydi biz bilmaymiz. Keyinchalik. Biz majburlamaymiz ham misol. Eksperiment, yangilik, O'zbekistonda yangilik qilmoqchimiz. Shunaqa. 7 kishilik oilaviy mashinalarni tuning qilishni birinchi xudo xolasa biz yo'lga qo'yamiz. Malades. Lekin unaqa ja qo'pol bo'lmaydi. Ikki xil variantda qilamiz xudo xolasa. Yengil, kimga qanaqasi ma'qul kelsa, xudo xolasa bizdan kuzatib tursa, yangilardan birinchi bo'lib xabardor bo'lib turadi xudo xolasa. Zagnit kamera, rollar yurishi, Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth. Alohida qilsa bo'ladi, u stokovoy holatda bu bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni programma qildirib olsa bo'ladi. Buni? Bo'ladi, ha. Bu gap yo'q. YouTube, o'sha
programmalar kartalarni ulab qilsa olsa, bo'ladi, albatta. Telefondan ulasa bo'ladi. Nimalari 3-qatorda 3 kishilik asosan bola chaqalar uchun. Nevara, bola chaqa, farzandlar orqaga yotib oladi. forchkani ochib qo'ysa havo aylanib turadi aka. 3-qator forchkasi ochiladi. Bor, O, albatta. mana bu yerda joyimiz ham bor ekan. Mana o'zida chiqadigan mana aytganimdek zaryadi и mana bu narsasi kompressor. Bu nimaga desangiz, balon. bitta bunda emas. Hamma elektromobilda zapaska balon bo'lmaydi. Aha. Shuning uchun zavod o'zida, mana SN o'zida mana kompressor Original. kubiklik bo'ladi. Aha. Shuni tiqasiz, dam berasiz, avtomatik o'sha yamani topib, teshilgan joyni topib, to'ldirib yamay beradi. Voy malak. Bemalol bu konsentratsiyaga yeta olasiz. Eng qizig'ini qarangda, hattoki e'tibor beringlar. Qancha davleniya sizga Xuddi ma'qulligi, shunaqa. to'g'riligi Albatta. belgilab ketilgan. Davleniyasigacha bor. Malades. Ishon erinmagan haligi nimalarda? Shunaqa. Bizni komfortimiz Baribir o'sha xalqda o'sha o'ylagan holatda bor edi Hammasini- desa bo'ladi-ku, to'g'rimi? xuddi shunaqa. Misol meni o'zimda ham mashinaga kompressor bor, lekin bunaqangi atmetkalari yo'q. Shunaqa. To'g'risini aytish kerak. O'rtoqlar, do'stlar, bu avtomobil mana yo'q, nol, haligi bir kelmagan, bir boshqa nimasi yo'q. Naqd to'lasiz, olasiz. Avtomobil вообще yangi, motorni ko'rsatdik, gibrid va BYDni o'sha texnologiyasi eng so'nggi Albatta. texnologiya. Xuddi shunaqa. Eng so'nggi. Ham elektromotor, ham benzin Dvigatel. motor, ham generator, ham rekuperativ торможение bor mashinada. Balonlarimiz yangi. Endi qarang, savolda, endi bu balonni almashtirish kerak shart emas, qattiq emasmi? Yo, o'ziniki yaxshi. Zavod Agar yana sifatida- ham yumshoq qilaman desa, qilsa bo'ladi, shirokroq qilsa bo'ladi. Yana ham yumshoqroq qilsa bo'ladi. Bundan ham yumshoq. Bundan ham bo'ladi. yumshoq qilsa bo'ladi. Buni yumshoqligini, qattiqligini bilmoqchi bo'lsalaring, sizlardan iltimos bu avtomobilni bitta tezroq qilib ko'ringlar. Shunaqa. Ekranda telefon nomerlar turibdi, Telegram bor va manzil Sergeli avtomobil bozorini Zapchas bozoriga kirishda shundoq yonginasida mashina SVM avtosalonini o'sha yerda mana hozir tezroq qilib sizlarga ko'rsatyapmiz Sardorbek bilan birga. Sardorbek, bu avtomobilga yana nima qo'shimcha qila olamiz? Endi aytganimdek, siz nomingizdan kelsa poligona qilib beramiz. Xudo xolasa kelishsin. Yana chiroyli sovg'alarimiz ham bor. Alohida. O'zinglar qilib beramiz. nominglardan ham, Albatta. Uzabzovdi nomidan ham Qilib beramiz. sovg'alarni qilib Bo'ldi. beramiz. Siz kanalingiz nomidan keluvdim, shu mashina olmoqchi edim desalar, xudo xolasa o'sha mijozimiz rozi qilib chiqarib yuboramiz albatta. Malades. Aka, boringizga shukr, Salomat iloyim. bo'ling. Xalqimizni o'ylab shunchalik 240 millionga 7 o'rindiqli mashina sotyapsizlar. Iloyim baraka topinglar. Shaxsan men yaqinda mashina olib qo'ydim. Bo'lgan voqea 2 million 600 qancha mingdan oyma-oy to'lov, bu mashinaga 3 milliondan rassrochka deyapti. 240 millionda shunda o'zini pulini. Endi rassrochka emas, u nasiya savdo. Nasiya savdo. Farqi bor, ha, baribir. Qo'shilish. O'zini farqi bor, ha. Nasiya savdoniki boshqacha, rassrochkaniki boshqacha, avtokreditniki boshqacha. Tartibi bor. Tartibi bor, ha, shunaqa. O'rtoqlar, tartibini so'rab olasizlar, tushunib olasizlar. Ma'qul kelsa, mana ko'rsatdik, sizlarga yetkazdik va bu videoni shunaqangi mashina olaman, oilangiz mashina olaman deganlarga jo'natib qo'yasizlar. Like bosib qo'ysanglar bo'ldi. Sizlardan shunisiga biz ish qilyapmiz. Ko'rishguncha.